Bugun 27-may 2025-yil Ozarbayjon bo'ldim. Yani yetdilar mana. Buni pishish vaqti 15-20 avgust oyida pishadi. Bola mana yiriligi. Xo'pda mana. Mana bola yana. Bobom kattaligi yaxshi, bu ham to'raza yaxshi bosadigan bo'ldim. Yana bu katta bo'ladi. 3 oy bor pishishiga yana hali. Bu tanalarda ham qo'ygan holatda. Buni ko'chatdan ko'paytirib qo'yganmiz. Boqilaman deganlarga. Aloqa chiqishaveradi mana.